Julia'nın masunu öldürgünü doğru mu hata mı? Öltəs bulandı, öltəmisin bulandı. Menimce kəmini Julia qadının fikri masunu öltəs mi buldu, öltəmisin buldu. Öldürüş gerek, hem öltəməslik gerek. Bu ben nemiş qılmaq ziyyetlik yapılma. Zaten nim demekçi ben bu yada. Nasıl bu məzmun qızqırğanlar beni güvence qo'llayıp, birden biz rəqsiz yürgənlarını bir betib, davamıqda qət qılanlar. Ondan sonra nemiş öldürüş gerek deymen. Qaldı bilen zaten öldürüş gerek diyenini təklif qıldı. Çünkü masu jetonu qo'ldan berdi. Masu'nun jetonu qo'ldan berishi bütün g'albini mag'lubiyatga aylantirib o'tdi. Chunki bu qatim Julia'nın g'albi qilish ehtimolliği eng cho'ng, eng kuchli. Nemishqa? Birinchi bo'lib chunki sağ taraflar bu qatim butunlay tayyorliksiz. Bular bundan burun shu Liu Bei'ni qo'shin tatib hujum qildi. Liu Bei o'lib ketsa, boshqadan bunday qilolmaydi deb Julia'ni o'ylab boqmagan. Shuning uchun qilch tayyorliksiz qolgan. Endi Julia'ning keldig'ini kim u? Faqat bir Simoyi bilib qoldi. Biroq Simoyining gapiga bular ishonmadi. Bularni chetga qoqdi. Demek bu qatimni hujumni g'alib qilish nisbati xil yuqori. Ikkinchidan, bu vaqtning o'zida Julian kickboxchi Sao Wei tarafdan 3 cho'ng sang'u Julian 50 bitidi. A tarafdan men Julian tarafga o'tib bitidi. Qaranglar. Endi bu qatimliq jangning shu markaziy hal qilg'uchisi shu Jetongni qoldi. Jetongni yaxshi saqlay olsa, Masu mashini qila olsa, bular g'alaba qildi. Weyni to'liq mag'lub qildi. Endi Masuning kalvaligi bilan Jetongni qo'ldan birib qo'yishlar, bu yerdagi g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mana bu Masuni chuqur o'ldirib ketish kerak deganki birinchi sabab. Ikkinchi sabab yolg'iz buning uchun emas. Ikkinchi sabab Julian Masuni o'zi majburiy erishib turibligida ishlatgan. Ya'ni ayni vaqtda Liu Bei Bagdad olamda o'tib ketishdan burun Julian'ga ikki odamni deydi. Kei Changyong buning Jongyong deb. Uning birisi dal Masu. Masuni ishlatsang bo'ladi, sen shogird qilmoqchi bilding Masu xudorlik. Lekin cho'ng ishlarning o'tishdan chiqolmaydi Masu Julian. Ehtiyot qiling Julian taqsir, Masu cho'ng ishlarning o'tishdan faqat chiqolmaydi degan. Biroq Julian o'z ko'ngilda Liu Bei odam tunmaydi. Men tunmayman. Masu ben yaxshi tarbiyaladim deb o'ylab ishlatgan. Hem üçüncüden mushqatdan mush berishdan burun mu mayli Weyyan bu qo'shinliklarni Masuni tajribasiz bu muhim ish bu qatim sanmay tutturli deb qayta tavsiya qilgan. Weyyanni, Zhao-Yunni, Wang Tongni qolgan hammasi avas bo'ldi. Biroq bu yerdagi Julian qiyishib turib Masuni avatdi. Shuning bilan Masu bu ishni mag'lub bo'ldimi? Hamda Julianning o'lib ketgan Liu Bei oldimi? Va qo'shinliklar oldimi 100 kishi qarg'ida 100 qolmadi. Shuning uchun Masuni chuqur o'ldirib ketish kerak. Şuna Masuni öldürgünü to'g'ri. Endi xato deyishimdiki, o'ldirishim buldu deyishimdiki sabab oldi bilan Lavad bir sanğı ma'lum bir jangni qilsa, mag'lub bo'lsa buni o'ldirsak, yana birisi mag'lub bo'lsa uni o'ldirsak, bu mag'lub bo'lgan sanğını o'ldirib kim jang qildi? Jangda aslida mag'lubiyat g'albirga bo'lib turdi ish. Birda g'alb qilsak, birda mag'lub bo'lamiz. Shundami? Bu bir qatimliq jangda mag'lub bo'ldi deb o'ldirsa, qolganlar qanday javob qilgan gap? Jangda degan yengish bo'lib turdi. Albatta buni yengilgani uchun jazolaşmamız gerek. Bayağı dedik Jetongni tatqizib qo'yishdak muhim ishda bu savallik o'tkazdik. Unda olsa buni boshqacha jazolasak bo'ladi. Shundami? 50 dara 100 dara urg'izib, butun bir yillik maoshini ko'lab tutib olib, amilni natijasi odatga lashkarlikka tushirib etib, yoki zindonda 1 yil yotqizgan qilib, degandek bosh bir qator jazolarni qo'shib bersakmi, buni birti buni o'ltamaydi. Chunki yana bir tarafdan Masu haqiqatan talantli, Masu haqiqatan iqtidorli qanday bu qitim bunda olib qolganlar. Onun ustiga bu yerdagi shuda Liu Bei tarafida aslida iqtidorliklar nayt az. Masalan, Weyni Sao tarafda danışmanlar nayt ko'p. O Sunchuanning qishidim danışmanlar nayt ko'p. Hem Liu Bei'ning azaldan az değil. Julian bilan Pang Tong ham da erishib bo'yicha Pang Tong o'lib berdi. Pang Tongdan keyin Fajon o'lib berdi. Julian uyuz qoldi. Aslida sen bundaq danışmanlar iqtidorliklar az bo'lsa, sen yeni bu o'ldirib olsa, keyin bu Wey'lar Sunchuanlik kim qarshi turdi? Shundami ya? Hamda ularda ko'p. A2 baglikdi ko'p. Shuning uchun bir qatim xatolik o'tkiz qo'rqmay o'ldirib o'tadam. Sen az bo'lgandan keyin buni boshqacha usulda jazolab deb qolsangmi bo'ladi. Meningcha Masu har qancha kalva bo'lsin, Yang-Yi degan mushavirdan ko'p aqlli, ko'p danishman. Balki mash Jetongni bir qatim ig'ir jazolasa Julian Masuning bir umr isidan chiqmasdi. Xuddi o'z vaqtida Xuaron yo'li vaqasida Guayuni jazolagandek. Shunami? Shuning uchun shunday qism bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun Masuning Jetongni tatqizib qo'yishda Julian Masuni o'ltasin bo'ladi, o'ltamisin bo'ladi. O'ltagini ham to'g'ri,
hem xato degani bu yerda. Tushuninglarmi? Tushungan do'stlar, bir tushundik deb yo'lga qo'yinglar. Kelishdi jibojanda yana davomli qayta savollar taklif beramiz. Gapingni qo'ysanglar bo'ldi, kelishdi jiboj ko'rishlik. Rahmat.